Judayam ko'p e'tibor beryapman. Klientlarimizga kelishyapti-da, ushbu tufligimizni ko'rishyapti-da, qarashyapti-da, 99 ming so'mlik skidkadagi tuflilar qaysi tarafda edi deb so'rashyapti. Chunki bu 99 minglikka o'xshamaydi. O'rtoqlar, bu eng kamida 200 ming, 250 minglik tufliga o'xshaydi-da. Xijolat bo'lishyapti klientlarimiz bu tuflini 99 ming deb o'ylashga xijolat bo'lishyapti. Ishoninglar, bugun ham xuddi shu voqeaga guvoh bo'ldim o'zim. Va napa yonida turibsiz-ku deyishyapti kelgan xodimlarimiz. Xullas kalom, bemalol xijolat bo'lmasdan olaveringlar do'konimizda. O'z bilasizlar, hamma tovarlarimiz shunaqa nerealniy narxlarda, shunaqa 200 ming, 250 mingdan sotilgan. Eng chiroyli modeldagi sarpa bob, to'y bob, sovg'a bob modelimizni ham qizlar 99 ming qilib qo'yganmiz. Xohlasanglar shunaqa skromniy modellarimiz bor. Bular ham 99 ming so'm. 99 minglik oyoq kiyimlar juda ham ko'p do'konimizda. Hammasi nerealniy narxlarda qo'yilgan mana. Qaranglar, Bosanovich ko'chalarimizda. Mana bularning chiroylichaligini qaranglar sizlar. Вообще asal turadi oyoqda.